Sizlar yaxshimisilar? Men sizlarni hikoya bayon qilish do'stlar Tumar. Men faqat hikoya bayon qilmoqchi, hikoyaning egisi emas. Dürzüm muştal qarsam, yolchimil qiysiplım yadi tutmuş qo'llar ichigimda ketib bordim. Putqulimda janqam jugurab chiqdimdan qarsam ash yadi totida tutqaq kesadak mishta tortishyapti. Mishta tortishyapti-da yolchim kayni ko'zning qarchiqlar kayni ketib. Darhol 120 chaqirdim, kayni qizimga telefon qildim. Chaqan keldidan tuyuq chiqildi dedi. Shu 120 ning mashinasi shunda jiddiy apadik doktorxonga. Biroq u menglariga qon tushib, bu bir taraf palashib, qon besimira 220 ni ishib ketibdi. Qo'rqib ro'ymoyim chiqdi. Odatda bu degan shunda salomatlikka diqqat qildi. Bugun esa mayliroq narsa yavasi, aytsa bir kun degan ashuni churman deb saylanib shunda tangshaydigan odamda. Achibalning ketishda munosabat hikmiya, nim bo'lgandim tuyuqsiz mundaq bir miyonlar qanchib ketgan, nima shu g'anda deyman. Bir nim bo'lgan biz uchun bir sir bo'lib qoldimi? Doktorlarning deyishcha shu qon besim maddidan ziyod yuqorilab ketgachga bo'lgan ishda dey. Hamda qon besimning nima sababdan yuqorilab ketganini bilmadik-da. Bu doğru vaqtida yeydi, tomoqlananda tangshaydi. Nima bo'lsa bir operatsiyasini tugatsundiq. Qizim ikimizning beshimizga osmon o'rib ketganda ko'p ketdi. Operatsiya xona oldida mush xatarni o'tib ketdi deb bu doktor bizga olay xatarlik eng yomon ehtimol qilgan deb bilgandim. Teknik o'tda. Ve qalamni ming xiyal yilqi bal bunun birdim degan bo'ydim. Bal kimning balasi o'tdi. Jo'lan yo'ldoshim operatsiyadan chiqdi. Doktor texnik xatarni o'tib ketmabdi deb ko'z tushiga kiritib iyada 20 kun yotdi. Bir oy ulay degan vaqtida aran-amanga odatga taqib o'tdik. Ammo yo'lchim chiqqan bilan yilqi tikilib yotdi odamga. Tamoq bersak og'zining bir tarafidan jalog'idan yiqib ketdi. Bir oygacha unda karvatlardan tushmay puxsiliklar joyida. Sapsaq desib, ya desib og'ing bilan ko'rishib chiqib kirib, yilq itiziqlar ishlab gullan terib yurgan odam tuyuqsiz bir kecha munda olib qolgan ekan, nim bo'g'ini faqat qalamda o'tmadi. Yilqi baladan qo'malim ba. U bala kim bola, nereden kelgan, buningda nima deb pul so'radi, hech nimani uqamay ketdim. Qizim yo'lchimning telefonlarini bir qo'raq turdi. Kelgan telefon nomerlariga bir qo'rq qarab baqdi. Agar ism bilan kirgizib olgan telefon bo'lsa, kimligini mana men deb aniq bilamiz. Agar aniq natunish nomer bilan urilgan chiqilgan telefon qaytarib so'qqas, shunga telefon qaytarib baqay deb qarsak, unda nomerlarım yo'q. Anandiki, yilqi oldidagi netchukman telefon qan nomer bor bu. Shu ism kelib, bir oy bo'lay deganda, u nomerni amdi topib qo'llanmi deyman. Qizimga uyda mushta bir telefon kelib ketgan nomer vaqt hisoblab baqay deb chislalarni, vaqtlarni qilib qilib qizim bilan uyning telefonini yurib ketibdi. Uyning telefoni dadasining kimligini bejirilgan telefon bo'lgandan keyin shu kimlikni ko'tarib, telegraf darsiga berib, yiliq kelgan nomerni tepib chiqdimi? Shundami tasdiqlash kun jarayon ketadi bunga. Yiliq nomerni tepib telefon qaytarsak, u telefon Gwenji. Yurak degan siqilibmish o'ylab ketibmiz. Nim bo'lganda bu biz uchun bir qop-qorong'uchiq maxfiyat ko'p qoldi-da. Sopsoq chikatda bankdan pul olib beraydi. Yo bir beshig bir chin qattiq urib, demichil qilib uyga kirganmiz, bunda bo'lib ketsak, beshtunda sir qizaqmaganimiz yo'q. Shu faqat doktorning degancha, doktorning degan o'yicha yilqi qon besimdan munda bo'libdi dedi. İçimizden tıtıldak mani tapamay gitbarmiz, bir tepişmak tapqandak. Yeliq telefon bilan aloqalashgan buduq. Endi buni saqchiq ma'lum qilib bir narsa deyil desak, u balaning uyimizga ketgandan boshqa hech qanday qo'monliq nuqtani texib bayqamagan. Shundan bir kun o'g'anda uyga yana yiliq nomerdan telefon kelgandi. Shundaq yugurib uchib berib oldik. Bu chaqda biz yo'lchim uyga chiqib bo'lgan. Ancha-muncha yilqi yurib, o dumbalarga mundaq yostiqlarni o'ltag'izg'idek odatga kelgan. Ammo yo'lchim butunlay tildan qoldi-da. Qattiq yilqi bir tovushim chiqamaydi. Gap qilmaydi hech kimga. Doktor esa tillarini harakatlantirib, ancha-muncha oddiy gap so'zlarni so'm deb qilsa, bir testiga qilsa-mu, digil bu maqsadni uqtira oladigan bo'lsin desa, yo'ldoshim ulag'imga qat'iy moslashmadi. Shu uyda saqlab yetganlik qashlar o'tirib oldim-ku. Shunga yiliq telefonni ko'rib, mush oltin deb bag'ini yurib berib, shunda ishtik oldim telefonni. Kim o deblam? Desam shunga men palani deganda, bu oldin qitimlarda telefon qilib bu ismini degan bilan, men telefon nomer qarab kimligini bilib boldim-da. Men ko'rsay izlayib turgan, sizni bolam nerda dedim. Endi qo'polga qilsam, bu balani qochirib qo'ymaydi, qilsam Mazur yurtda apam kasallanishda tugab ketgan. Deb qo'ydi bir xabar deb qasnab telefon qilgandim deydi. Sizning apangiz kim o balam? Men shu to'g'riliq bir ko'rish paranjay degan. O'tgan kuni mening yo'lchim bilan nima gap so'zlar bo'ldi, men uni o'qimadim. Siz ketib qolmishdaq yo'lchim qattiq og'rib doktorxonaga chiqsak, mundaq ahvolda biz bir ko'rishmasak bo'lmaydi deb desam, unda men apamning ishini tugitib bo'lgan ekan Urumchiga bir baray. Mening sizlarni izlaydigan ishim bor deb ashladi deb bola. Shundan u apangiz kim o degan savollarimiz joyida qoldi. Bu bal faqat shu bir o'zimning xabarini yetkazib qo'ygan telefon qilibdi. Telefonni qo'yib berdim. Aş tepişmaqdek bilinib, içim tutildab, bu bal öz xabar bermiş yinimizga kelgichilik. Bir narsa deysam, o'zim o'zib yedi, qalinmalar qiyib turganim men nima deyman? Amal yo'q, amina bu erimning bulay qal bo'lgandan saqildim. Qish qo'lishib ketdi, bu chaqda yo'lchim yozdi, chiqilib doktorxonaga kirib davolanib chiqib vaqt o'tib ketgan ekan. Shu tunji qardan keyin bu bal uyga keldi. Yo'lchimning ahvolini ko'rib, bu bal shunda bir yig'olashdi-da, ko'zga uyga bashildim. Eshikdan kiriblam, palanda da shu qandaqroq yaxshimi deganda, shunga yo'lchim bo'yni mudaq ishorat qilib, "Yotudi hozir, faqat gap qilmaydi, gap qilolmaydi" deb boshladsam, bu bola hayron qoldi. "To'g'ri men ketgan sopsaq" deyadi. Yiliq yo'lchimiz gap qilmaydigan hech qanday chiroy ifodasim yo'q edi.
Mobilni ko'rib degan og'zim mit bir yoq ketib bordi. Yana qo'rqib ketdim, yana boshqadan hamda og'rimasin bu odam deb. Voy ishim bo'lmaydi. Xotirjam bo'ling. Men boshqa gap qilmayman. Bu kim bo'lsa mayli, xotirjam bo'ling. Kayfiyatingizni buzmang deb degan yo'lchimiz kichik bolani pep degan deb pepelab ketdim-mi? Qisam yo'lchim biza, oldidagi jiddiy cheklar biza besiqdi. Shundan qizimga telefon qildim. Abal keldi, uyga kelsam bir chiroq paranshal mobildan. Dodam mobilni ko'rib, chiroqlar Xbox o'qib bordim. Yog'iz uy birashib qolsa, qo'rqib men sen kel desam, qizim bolasam shunda ishti keldi uyga. Bu balani oldiga chiroyli tomoqlarni chiqib, çaylarni qo'yib o'tirib, "Balam, biz uchun bir maxfiyatlik bir sir qoldi madam, bunda og'rib ketgani nima?" Split 1. Split pace 20 minutes. 4 seconds per mile. Joqdan sizni bek saqladim. Birash bo'ldi madamning qalbisiga ta'sir qildi. Ya aranglar biz bilmaydigan bir soatlar bog' qo'ydimi? Qarsam bankdan pul olib bermay chiqib ketgan petlan bu odam bir qilgan pet mushalat kuchib qoldi dedim. Bu bola o'tirib ketib, men bu gapni qanday boshlashimni, sizlar qanday tushuntirishimni bilmayman. Bu bola bizni shu izlab kelib qolgan vaqtlar yinimizga 2018-yilning yil oxiri. Yeshini so'rsak, bu bola 18 yosh kirmabdi. Bu bola men gapni nerdan boshlashimni bilmayman. Ama hozir opam tugab ketdi, cho'ng opam cho'ng dadalarim burun tugab ketgan. Men bir boshpanasiz qoldi. Shuni madadashni izlab kelgan. Opam ish chachig'ida yish kichik turib bilan baldur kasal tatib oldi. Oldi dadam to'g'riliq so'rsam, dadam barish qilib bir yerda so'rma deb boshladi aytdi. Xeyl uzoqcha mening nopusimmi yo'qdi, maktablarga kirgichlik nopus yo'q shunchaki japa tatib ketgan. Arliqda madadash yurtimizga borganda mening nopus shirimni, maktab qirg'anchilarni munosabat yerlarga berib, mening nopuslarga o'rlashtirib, maktablarimdan shirin qilib berib kelgan men kichik vaqtimda bir ko'rgan. Opam oldingi yil kasallik ig'irlab ketgan vaqtida, "Balam, mendan keyin qolib qolsang, boshpanasiz qolib qolsang, sana da'alingdan xabar olgan odam yo'q. Amal yo'q, men sana demaydigandim. Palaniyaga borsang, palaniyasini dadam ba, shu odamni izlagan, salomatligim yor bergan bo'lsa, mana umrimning oxirigacha sana oldinda o'zim xabar olatdim. Qat'iy bu ishlarni sana bildirgim yo'qdi. Salomatligim yor bermay qoldi, balam. Mendan ranjima. Endi tasodifiy yaxshi kunning yomon bo'lib qolsa, bishing to'rab qolmasin, oldigan amalga yo'lini topolmay qolma." deb palandadashning telefon nomerini, ishlaydigan yerini burun uyuңlarning adresini mashta deb bergan. Men tug'ilgandan yaqin dadamni ko'rib baxmagan. Opamning deb berishicha, mush palandadash mening dadamga burun tuvanni turgan vaqtlarda opam uyga kirib chiqib ishlarini qilib berib, mushu dadam bilan tepishib qilib, men qo'zqilib qolib ekanman. Keyin bu meni og'iz etkichik vaqt uzrab ketib, u imkoniyat yo'q. Men shunday o'g'irlik tug'ilib qolgan bir bola ekanman. Opamning deb berishicha, dadam meni 4 yoshdan oshgan vaqtimda bog'lig'imni bilib ekan. Lekin vaqtida nimish og'iz o'tmagan, bobam to'qsangiz men qanday bilmay, mening oilam bu odam tursa deb, opam shunday xafa bo'ldi ekan. Opamni o'zining ota-onalarini shunday ayblab kelibdi. Qo'lim qo'shni tonish bilishdanmi? Oilasi bu odamning uyini buzgan, bu bolasining dadasi yo'q, iyi bo'lmaydi deb, shunday gap so'z ichida yashab, yeshidan burunlam kasal tatib oldi. Ammo men hozir uyga kelsam, mening beshimni silg'idek men qaranchiqdek hech qanday odam yo'q. Opamning gapi bo'yicha shu mendan keyin qolib qolsang, yaxshi kunlar yomon bo'lsin. Plan yeg berib odamni izladigankin, shuningga kelgandim. Oldida qarsam opamning bek kesdi ig'irlab ketgan ekan. Shu kelib bir iqtisodiyotdan yordam so'rsam, opam azroq bo'lsin bir o'ngishib qolsa deb o'ylagan. Oldida bu yer mening dadam bo'lganini bilmagan ekan. Men bu yerga kelishimni bilmabdiman. Opamning kesib bek ig'irlab ketib davolatgan pul yo'q. Atrofimiz pul og'idek odam qamagan vaqtida amalning yo'qidan men bu yerga kelib, mapalanda bergan 20 ming qo'y pulni olib ketgandim. U 20 ming qo'y pulni opamning keslik yamoqmi bo'lmadi. Ma balaning gaplarining oxirini anglaydigan taqatim yetmadi. Meydam ajoyib bir sanjiq, ajoyib bir og'riq kirdi ekan. Meydamni tutgan pet keynim kuchib ketdim. Qizimning chirchar chirqirgan ovozini oldim. Lekin ko'zimni ochib aytsam faqat pardoz beramadim. O kuni menmi 120 nokta qutqizish mashinasi doktorxonaga oralib o'giribdimi? Yurak sanjiqdan ketib qoldim. Doktorxonaga borsam-ku, kayfiyatdan chiqqan sanjiqqa, yurgimda undan cho'ng masala yo'q ekan. Ammo yinib chiqqandan keyin uyda o'rin tutib degdek chaplashib, ajoyib yetib ketdim. Bir oydan ortiq vaqt o'zimni o'ng'shay, azroq bir aslim kerak, o'zim kerak desam, faqat kayfiyatdan o'ng'shayamadim. Erimning yetishi u, qizimning qo'lida bolasi kichik, bir yoq qarsi men, bir yoq qarsi dadasi, qizim ajoyib japa tatib oldi. Endi aks jiroq tug'gandan keyin yugurib o'mi kelib bunday yordamlashib qololmaydi. Qizimga shunchalik kichik mag'rib o'zimni o'ng'shib olayman, qizimga ig'irim chiqib ketib bordi. O'zimni bir rus olay desam-mu, faqat o'ri bo'lamadim. Faqat qalbimdan o'tkazamadim. Shu pet ijilmagan sirop qolsamamdi. Qo'lg'im anglamagan ekan bir umr anglamasam bo'lmamdi. Shu peti maxfiyatlik pet qolsamamdi. Menga bir umr sodiq bo'lib o'tgan, ko'nglimni og'ritib baxmagan, bir talada bunda bir adim bormi deb ezib tezib xayolimning bir burjiga kelib baxmagan erimdan buzilmay mening erim bunday yaxshi odam deganda öpküstüge kani qağa vaqt tokku yo'g'onli bir bola oldimga kelsa, men faqat ko'taramadim. Qanday o'ylasam, buning faqat ishengim kelmadi. Men shu og'riq yotgan vaqtlarimda qizim aksi bilan xabarlashib, magablarni men aksiga debdi. U vaqtning o'zida o'g'lim menga to'g'ri gap qilmadi. Apa salomatligim asra, o'zingni rustuval, sen endi sanamga tirik turib bermasang bo'lmaydi. O'rnidan amal bor qolib ket. Bulash bo'ldi desam, unda yetib olsam hech qanday xatoliklar o'rniga kelib qolmaydi. Salomatligim asra deb mana shunday tasalli berdi. Ammo o'g'limning degan shuncha gaplar o'ng quloqdan kirib, so'l quloqdan chiqib ketdi. Men mush og'rib yotgan vaqtlarimda qizim aksninki buyruqiga o'rlashtirishiga binoan abalning qo'lidan yetlab berib,
doktorxonalar qonlarini tekshirtib, dadasi bilan zodi qandoshligi bormi yo'qmi deganlarni aniqlab ulguribdi. Arliqda qizimning xabar berish bilan bu ishlardan hech kim xabar topmasimi, mening yaqin do'stim xabar topdi. Yinimga kelib, men shunchalik tasallilarni berdi. Kun atlamay asosan yinimda bor. Adash, erkishning xatolik uchun o'zini jazolagan xotin dunyodagi eng do'st xotin emasman deb qo'yay. O'rningda qo'yib ket, o'zing tatqilib olgan buningki. Necha vaqtdan unda yaxshi, bunda yaxshi deb hammamiz 5 yaxshi deb bildik buni. Erkishliganni men zodi bildim bu haqni ikki oxir bir kun po'q chiqdi deb. Yo'lchimni ajoyib tillaydi ama do'stim. Nima uchun buning xatolig'i sen badal to'laytding? Qupa o'rnidan o'zingni yasa, chiqsa yatırını qil, o'zining ma'shiga o'zini baqilgan odamdan bir tek qilib, bo'ldi ishchiqdan chiqib nima qilsa berib yetaverib deb do'stim ma'munda xafa bo'ldi. Odam deganning yeshimi tugaydi ekan. Yig'layversangiz bu yoshmi qurib ketadi ekan, oxir yig'laysangiz chiqadi, yoshmi qolmaydi ekan. O'rnimdan turmayman amal qilamidim. Kepiyatringiz, hamman bir kun bu ochiqchilik o'tib ketganda, normal sezim tuyg'ular asli kelgan vaqtida qo'sog'imizning oshig'ini his qilganmiz. Qo'soqqa birdim kirgandan keyin azroq kuch kirdi ekan bedanga, turdi ekanmiz o'rnimizdan. Vaqti kelganda yana bunday yuzsizlik qismi u ani so'rab chiqib tashlab etgan olmaydi ekan. Amal yo'q, ichimda ming nafrat, ming la'natlarim bo'lsa-mu, bu odamga qarmay amalim bo'lmadi. Asosda yaxshi qolganini ko'rgandan keyin, ani o'g'lim bir kun shu unidarda paranj etib, "Apa, agar men taraflarda bo'lib qolsa, bundaydan ig'ir oladi haqiqatan olmaydi emas. Lekin sendek urib, undaq o'zini yo'qotib qo'ymaydi. Chunki bu yerda hech qanday cho'nglarning xatoligining bedelini bolalar to'lmasi kerak deb o'ylaydi. Sen sal qallarni uchuqroq tutib o'ylasang, o'chikdi bu ishlar. Azmaydigan adam yo'q. Endi o'ylab baqin, dadam chiqqanlar shuncha yil ikki yoqda arilib turdinglar, ikkilaringlarning yosh vaqtinglar, dadamdan normal hissiyat bor. Unda bir ishlarni, men mana bir akish bo'ldim, ikki balaning dadasi bo'ldim. Akish degan mangu ozmaymiz, xotinimdan boshqa odam qarmaymiz deb diyamay. Surishtirib kelsan, har bir akishning po'qi bor sirtda. Ammo shularning ichida dadam ashtaq bir lotereya to'g'ri qapti deb bilsang bo'ldi. Hozir dadamning ahvoli bu, opsimi yo'q-ku. Lekin abalni anda tashlab qo'ysak, dadamning bo'ynini bir aqib qolmasin. Burunqi uyni, endi hozir emas, ashbalning atugin bir to'ylar bo'lib, cho'ng'a vaqtida uy tutatin deb qolsa, ash uyni tutib o'tag'izga tuta, opa, singlimni qalsam o'tkazib qo'ydim. Tutmaydim deb qolsa, uyni sitib, ashning pulini bir narsa qilasizlar. Lekin abal opit qilib qolsa, mencha yaxshi o'may deb o'yladim. Qalandan o'tkizja, balki magaplarim sana shunchalik sat qo'l qo'ymushurgandek olinish mumkin. Ammo amir kichik balki emasmi? Bizning kichik vaqtimiz yaxshi o'ylab baqapa. Men yangidan miyaga o'qish kelgan vaqtimda men bilan ansirtib qo'ymay deb ortiq qilmagan bilan men turmushning shunda qattiqlarini ko'ygan, issiq suvoqlarni beshimda o'tkazgan, ashbal otanasi yo'q sharoit qanday turayotganda deb men o'zimni o'rniga qo'yib o'ylab baqdim. Hozir ochiq ko'zini to'sib olganda bu ishlar hargiz sant etmaydi bu gaplar. Ochiqlarga yana vaqtida gapimni o'ylash baqasa deb boshladi. Demismi, o'g'limning bu gaplari mening qulqimga mushurgandek olingan. Endi berib bu gaplarni yana iliq do'stimga mesaj solaman. Endi bu gaplarni mening faqat anlamam yo'qdi. O'g'lim bilan qizim bushda o'ylabdi, singlisini qalsin yubdi bu. Lekin qanday o'ylasam men ishchiqni faqat qalamdan chiqaramayapman, faqat qalamda o'tkazamayapman qara desam, bir o'ylasam, men bu sen taraf turib o'ylasam, o'shimga qarab sevib qo'ymadi emasmi? Ammo demisam otansam hech kim bo'lmasa, ne gordi-da hozir? Qonun bo'yicha surishtirib kelsam, dadasi ig'imiz bo'lmaydi uningga. Qonda tug'ib, qonda nopsaq og'zg'anda deb men do'stim ashlandab ketdi-ma. Sho'lar mushu o'g'limning ma gaplarini tozalashga qilolmay tursam, bir kuni yo'lchimning telefoniga uchur kelgandi. Ham odatda bu uchurlarga qarab ketmaymiz. Aralashishimizdan bank kartamizga, astaq maoshlarimiz kirsa, pensiya maoshlarimiz uchurlar kelgan uning qaraydi. Mush kuni yo'lchimning kelgan bank kartasiga maoshlar vaqtida kiryotganmidi deb mushtaq bir ichimga bankdan kelgan yo'lchimning men o'qimaydigan bir bankdan hisoblashgan yana bir kartasi bor ekan. Mening faqat xabarim yo'q kartadan. Mulozimat haqi qo'l oldi har oylik 3 qo'y degandek. Astaq bir qo'l qilinib bu bank kartasının içinde 200 ming yaqin pul var ekan. Men bu balnashimni hazm qilib olmay turib, yo'lchimning menda yushirin chiqqan 100 necha ming pul qarab 200 ming yaqin tas qoldim, yana bir qitim aylanib tushib ketdi. Bu qarz jimjit bu qadar kejib yuribman men yaxshi o'g'am bilan ajoyib ishlarni sig'dirib ketishga har ishlarni qila oladigan tuqbasdi. Mushtaq og'izdatliq taloliq odamni qo'qsi bo'ldi dedim. Har gapdan davatkim bor. Degan yo'lchim ig'roq gap qilsa, og'zidan kartada bir kekir bilan jin chiqib ketgandek yotqadim. Yana unda digilomidi. Amal yo'q, yana ichim kuch yetishga majbur bo'ldim. Ammo bu qitim qizim bilan o'g'lim uchimiz, yaqi oilamizning topida, unidar topida. Bunda ishlar bor degandan keyin o'g'lim, "Apa, undan ranjima. Dadam ishini xil joy-joyda pak yurishtirib manganka, undasa sen uyni sotaman, uyni berman deb yurmay, balkim dadam bu pulni sen demay jiqqan bo'lsa, mushu baliq atab jiqqan pul bo'lish mumkin. Bo'lmasa dadam senda unda pul yushirdigan adam emas deb mening bilishimcha. Endi bu pulda singlimning mening haqqim yo'q, apa. Abal nima qilsa yetim balkan emasmi? Endi bu pulni abalning qo'liga bundalam topshirib qo'ysa, u bola hozir xash yetib qoldi, buzib chechib qoldi. Mush pulni bo'lib aylan turmush rasxodi qilib, sen aralashma apa, singlim qilib bersin, qo'liga berib. Atugin hamda u bola oliy maktab o'qamdi yoki biroq o'zgacha xizmat topamdi yoki xotin olamdi o'zining ishi 18 yoshga kirgandan keyin turmushni o'zi o'rlashtirdi. Ma pulga sen ko'ksi qarningdan chiqarib bo'ldi, yo'q hisobga chiqarib etki. Ashta qilsang dadamning balki umid qildig'ini o'ziniki o'rlashtirgan shu bo'lishi mumkin degandi. Oldin ajoyib xapchiligim bo'ldi.
Keyin turib o'ylab baqsam, menga bildirmay mush balga jig'alagan bo'lsa bo'pti. Mening beshimga bir balo olib qolmasa bo'pti dedim. Hozir qadar yo'ldoshim faqat gap qilmaydi. Ancha-munchalik konfliklar deydi, ancha-muncha mang'idek bo'ldi, bir tarafini so'rab bo'lsin. Lekin hozirga qadar og'zidan bir tovush chiqarmaydi. Shu yetgan peti jimmida bo'ldi. Bir asmizdan bir yig'iz paranglashmadi. Ammo men u ishni yuziga sapaqmadim. Nima ish qildim? Mushunchalik turib berganning o'zi bizning baxtimiz deb o'g'lim bilan qizim ishda deydi. Endi o'g'lim Jirahiyada yinimizga kep olamaydi. Qizim barliq ig'irlarni ko'taryapti dadasininki. Endi qizim hozir hamda kep ketib, uning bolasini cho'ngib qoldi maktabga kirgili. Bu turmushning iskanchisidan chiqib ketmay, ash yana burunqi o'chmaligim bilan yashavarsam, qizimning o'g'limning ko'nglini og'ritib qo'yadikman. Yo'lchim yana mushalat qancha yashaydi uni uqmayman. 2020-yili Moskvaning oldikayında mushu 2-3 qitimliq Moskvaga kirib ketgich arliqlarda qizim u balaga yetarlik hisobni ishda oylog'i bo'lib berib atgan. U balaning o'qishi xili yaxshi ekan-to'q. Mush urumchilarga kelib o'qibdi. Men u balani ko'ray ko'zimmi yo'q, holini so'ramadim. Men har qancha bir ko'ks qarnimni keng tutay desam-mu, men normal bir odatga ayol kishganman. U bal oldimga tortib to'xtab tur, men dadamning qilib qo'ygan xatoligini men to'liqlab beray degan gapni deyemedim. Ammo dadasininki qizig'ib qo'ygan pul orqali bu balmo o'qishini qiynalmay bitirib olgan bo'ldi. Endi o'sha o'qishib bitgan vaqtida bu puldan shu bir 10 ming qo'yib ketgan qizimning qo'lida. Shuni endi qo'liga sen maktab bitirib olding, o'zingning turmushing o'zing qanday degan yerga kelding. Dadamninki pulni o'z vaqtida san shu peti berib aytgan bo'lsam, balki buzib chechitib ketishi mumkin edi. O'qishini xotirjam bitirib olganini ko'rib, akam ishimiz bu xotirjam bo'ldi. Buningdan keyingi turmush yo'lini o'zing topgan deb, oxirgi pulni shu bank kartasidan qo'shib ham ashbalning qo'liga tutqizib qo'yibdi. U balama hozir qadar o'yinlarda shu qizim o'g'lim bilan menga demay aloqalashib turgan o'xshaydi. Bu ikkisimi mening ko'nglimga bu gapdan demaydi. Men bularni xijolat qilib so'rashni xohlamadim. Shunda qilib hayotimizdagi bir mag'fiyatlik shu yo'ldoshimniki bir jiqilib qilishi bilan mabalning uyimizga tuyuqsiz ham to'limni to'qmoq chiqqandek bir ketib kelishi bilan ijirib ketgan bo'ldi. Shu mag'fiyatlik bilan men hozirgacha oldi kendimni o'xshamay yashab 70 necha yashim ketdim. Hikoyam mishada tugadi, ammo ko'nglimdagi ishchoqliklari mangu tugamaydi. Hikoyalaringizni bek yoqtirib anglaytdim. Shu mening bu hikoyamni sizlar bilan bir o'rtoqlashqim keldi deb hikoyasini oxirlashtiribdi. Men hikoyani anglab, olgan o'ngshab ratlab o'qish o'zim yomon yerib ketdim. Ammo ishinglar ajoyib bir xil bo'lib qolgan hikoya ekan ansa. Unda esa ma'lum mazmunimiz mishat tugadi. Yangi hikoya ko'rishaylik. Qanday o'ylaganlarni olib qolsa, inkaslarni o'rtoqlasak bo'ldi. Xayr.